Barchalarga salom bo'ladi. Sizlar bilan Frizi Pavgam. Bugungi rolikimiz hozir Bulurop saytida 280 ming so'mga balansda bo'lgan bo'lsa, Openga silib ko'ramiz. Endi Bulurop saytida ko'ramiz Frizi Pavgam qanaqa omadligini. Bu yerda nima qilmasizlar? Bu yerda challenge'lar qilaman. Ya'ni bu yerda Bulurop saytiga promokodlar tashiman. Bu promokodni terib sizlar bepul kes ocha olasizlar. Mana ko'rishingiz mumkin tashiganman. Shuning uchun o'tilishini tavsiya etaman. Mana bu promokodni tashiman. Sizlar profilda va kommentariyada bo'ladi. O'toyli bu kanalda 360 yigida 60 chiqarib ketishadi obunachilarim kuniga. Hop, endi Bulurop saytiga o'ta olamiz. Hop, bola endi Bulurop saytida hozir bizni atiga 280 ming so'mga balans to'ldirib olsa, Bulurop saytida Frizi promokod ko'ramiz qanaqa omadligini. Hop, mana plyus bosganlarda bolalar Uzcard, Humo, Visa, Click, Panissim, kriptovalyutadan ham ochishlar mumkin. Qaranglar bolalar. Sizlar misol uchun 470 ming to'ldirmoqchi bo'lsanglar bolalar, mana 470 ming to'ldirmoqchi bo'lsanglar, sizlarga 3100 pul qo'yib beryapti. Lekin sizlar Frizi qilsanglar bolalar, sizlarga pashti 4000 pul qo'yib beryapti, 3800 pul qo'yib beryapti, 700 pul qo'shib beryapti. Lekin mana promokoddan qo'ymasanglar 3100 ko'rasizlar, shuning uchun meni promokodim qilinglar. Keyin bolalar Frizi promokod omadli. Hozir ko'rasizlar qanaqa omadli. Bitta tashlagandan keyin yana tasha olasizlar. Xullas Frizi promokod. Hozir ko'ramiz Bulurop saytida atiga 280 ming so'mga Frizi promokod orqali qancha yuzga chiqasiz. Albatta balans bo'lar ekan, Frizi qilinglar, chunki bolalar ko'rasizlar qanaqa omadligini. Hop, ikkita propustit, visoki riskga qo'ydik, katta riskga qo'ydik. Hop, ko'rasizlar ham o'sha biz foydalanamiz. Yana ikkita propustit. Tak, hop. Endi 3 tali yetar ekanmi? Yo'q, yetmas ekan. Hop, yana ikkitali. Voy, mashina tushib berdi. Ko'rasizlar ham o'sha bizda 6800 pul qo'yim bor. Ko'rasizlar ham bolalar просто Frizi promokod omadli. Frizi promokod qilsanglar bolalar sizlarga 26% omadinglar oshib beradi. Ya'ni mana shunaqa har xil keslar bor, mana shunaqa oshishlar, mana shunaqa qimmat narsalarni tushirish foizini oshirib beradi. Omadli promokod. Ko'rasizlar ham o'sha bizda 2000 pul qo'yindan bizda o'sha 7000 pul qo'yin. Voy, yana mashina tushdi. Voy, 6000. Yana 6000 ko'rasizlar ham просто vosh omadli bo'pti o'sha 9000. Endi даже 10 taliga atiga 528 tetmayapti. 5 ta propustit go. Voy, 7000 xarosh. Ko'rasizlar ham bo'lib просто omadli. Hop, bizga ishlayapti. Sizlar mana shunaqa kesa ochsanglar. Voy, yana sizlar mana shunaqa kesa ochsanglar, sizga mana shunaqa tishlab beradi. Bu cashback tip bolalar keyin bitta narsani eslatib o'ting. Bu yerda PUBG'da 100 chiqish olasizlar, Steam'da skin, KS'da skin, Roblox chiqish olasizlar, Genshin Impact, Free Fire ham bor, mana shunaqa приложениялар bor. Bu yerda balans to'ldirib, Frizi qilib qilishingiz mumkin. Hop, endi 10 tala chiqaramiz. Hop, bitta PUBG emas, bu yerda eslatib o'taman. Hop, yana mashina chiqdi. Voy. Tak. Voy, 19000. Voy, 20000 pul qo'ying. 21000 hozir bizda o'zi tishlar nechta? 42000 xarosh. Hop. O'rtasini talaymiz. Oppa, 5000 yaxshi. Tak, sotamiz. Hop, bizda 25000 pul qo'yim bor. Mashina visoki risk qo'yamiz. Qaranglar bolalar. 10 ta propustit qilamiz. Hozir ko'ramiz nima tushishini. Oppa. 10 tushdi. Voy, Frizi promokod ko'rasizlar ham qanaqa omadligini. 2000 pul qo'yindan 30000 pul qo'yin. Hop, go yana открыть быстро. Shuncha albatta balans bo'lar ekan, Frizi qilinglar. 3 ta propustit qaranglar bolalar. Hop, normalniy, yana 3 ta propustit. Hop, 5 ta propustit go. Davay, bitta normalniy narsa tushib ber. Ko'rasizlar 5000 tushib beryapti. 3000 taga ochdi, 5000 ta tushib berdi. Hop, Aminik Posidona. Tak, bizda 0 ta bor ekan. Hop, Megalodondan kelinglar. 10 tali visoki risk qilib propustit qilamiz.
Hop. Yo'q, sirasi keskiga o'tamiz. Bola qaranglar. Keskida hosmaslik zo'r. Qaranglar, Megalodonga o'tamiz. Keskidan 10 tali ochamiz, высокий risk qo'yamiz. Mash pichoq tushib bersa, aman, вообще cho'tki bo'lardi atak bor-u. Mash pichoqni tushib bersa, go. Qani, go 10 tali ochdik, без пропуск. Sizga nechta tushib berdi? 10 mingta. Yaxshi. Atigi bizni 6660 taga ochdik. 5000 ta mayli. Bitta pichoq tushib ber, go mashi. AWPlar pechatkalar tushib ber. Voy. Yana 10 ta без пропуск. Tak, hozir ko'ramiz nima tushar ekan. Hop. Tak, 5000 mayli. Hop. Kelinglar, 26000 bulkon qo'ygan bo'lsa, qimmat kesini ochamiz. Hozir Mamatdan qimmat kes qolaylik-da. Mana. Hop. Qanida bitta 5000 talik bor edi bolalar. Qanida? Mana bolalar запретный nos. Mana shu fravillikdan ochib ko'ramiz. Hop, go mash 4 tali ochib ko'ramiz. Mayli, 5 tali ochamiz, go. Albatta videoga like bosib qo'ygan bo'lsanglar bo'ldi. Voy, высокий risk qilmanman. Ya'ni katta risk degani 23000 yaxshi. Ayo, qanaqa yaxshi? 4 ta пропустить, go, bitta normal narsa tushib ber. Voy. 2 ta пропустить. Voy, chiqizamiz bolalar. To'xtanglar. Yana bitta pasidan 10 tali ochamiz bolalar. Qaranglar, 10 tali ochamiz, высокий risk qo'yamiz. 10 ta пропустить. Mayli, hop, biz tishlarimizni almashtirib olamiz. 16000, lekin 103 qazo olish kerak. Mayli. Hozir bizda nechtaligini ko'ramiz. Hop, yaxshi, 2000 ta tushib berdi. O'zimiz anaqamiz qaytardi. Hop, keskida ham tishimiz bor edi, bilgan bo'lsanglar. Vo, 151 mingta tish. Hozir ko'ramiz nechta berar ekan. Voy! Ko'rasizlar, atigi Megalodondan ochdik, nima tushdi? Voy, Megalodondan ochdik, pichoq tushib. Voy, hozircha bolalar menga pichoq keskiga kerak emas. Kelinglar, hozir ko'ramiz UC necha UC bo'lishini. Atigi bizda ko'rgan bo'lsanglar 280 ming so'm. O'zingiz bilasizlar, где-то 1800 bulkon 1800 UC beradi, lekin buldirib saytdan biz 280 ming so'mga Freezy Prime kod orqali hozir ko'ramiz qancha UC chiqarishadi. 30 ming. Xato qilma. 494. 900 amal. Voy, 25 ming UC chiqasiz ketamiz. Atiga biz 280 ming so'mga Freezy Prime kod qaranglar bolalar. Просто bu Prime kod omadli yana. Papaning balansi bosasizlar. Mana misol uchun sizlar 600 ming so'm balans to'ldirmoqchisizlar. Mana 4000 bulkon beryapti, lekin sizlar Freezy qilsanglar bolalar sizlarga почти 5000 bulkon beryapti, 800 bulkon tekin. Freezy qilib papaning balansi bosasizlar, sizlarda kirib ketadi, keyin balans to'ldirasizlar. Kattaroq UC chiqasiz ketishinglar mumkin buldirib saytda kam summa bilan kirib. Hop, hammaga xayr bo'lsin. Siz bilan Freezy PUBG bo'ldi. Albatta Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Balans to'ldirganini Freezy qilinglar.